Janob Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, qaysi bir inson, qaysi bir odam, qaysi bir mo'min musulmon ro'zoning kelishini xursandchilik bilan kutayotgan bo'lsa dedi. Az baribir suyunib o'tasiz, alhamdulillah ro'zo yetib o'tamiz, ammo eson ro'zo yetib, ro'zoni qarmaylik deb niyat qilib o'tmaymizmi? Mana shunday suyungan bo'lsangiz, yurakdan, qayoqdan ham ro'zo keldi emas, alhamdulillah ro'zoga yetib o'tamiz, shuni aman eson qarmaylik deb suyungan bo'lsa, Alloh taolo bu odam jasadini, denesini do'zax o'tiga aram qilib qo'yadi. Shunday suyunib, xursandchilik bilan kutib olishimiz bilan inshaalloh Alloh taolo nima qiladi ekan? Do'zax o'tiga sizni bizni aram qilib qo'yadi. Agar o'lib qola turamiz, prama inshaalloh behishta olgan bo'ladiganmiz inshaalloh. Bu mo'minning niyati. Ya jarasha Alloh taolo beradi. Innamal a'malu binniyat etdi. Qanday niyat qila turamiz, o'sha yetishamiz inshaalloh. O'shandaqdan azir ko'pdir niyati tuz, yaxshi niyat qilganga nima qilishimiz kerak? Harakat qilishimiz kerak.